Masalan, quyidagi rasmda 7 ta shu o'lchamdagi parallelopiped 2 2 4 o'lchamdagi parallelopipedning bir shakli berilgan. Ushbu shakl sirti qanday deyapti. Demak, buni sirt yuzasini topish uchun har bir ko'zimizga ko'rinib turgan har bir yuzalarni hisoblab chiqamiz. 2 2 4 bo'lishi uchun dastlab yozib olamiz. Mana bu qismi 2, demak o'z-o'zidan mana bu qismi 2, mana bu qismi 4. Tushunarli? Endi mana bu katta qismlarni sanab chiqamiz. Mana 1 2 3 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, buni orqasida 8 ta, buni orqasida 9 ta, tagi 10 ta, mana bu yonni 11 ta, buni tagi 12 ta, buni tagi 13, buni tagi 14 ta. Ya'ni mana bu kattaroq o'lchamdagi yuza 14 ta ekan. 14 ta. Endi mana bu kichiklarni sanab chiqamiz. Kichiklari. Demak, adashtirmaslik uchun buni o'chirib turaman. Endi 14 taligini yozib turamiz. Mana bu joyga 14 ta, kattasi bu. Katta deb turaman. Endi kichiklarni o'lchab chiqaman. Kichik o'lchamdagi, ya'ni 2 ga 2 o'lchamda. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Xuddi shu shakllar mana bu ko'rinmayotgan orqa tomonda ham bor. Mana bu joyda. 7 ta yana. 7 ta 7 ta jami kichiklar ham 14 ta kichik. 14 ta kichik. Endi bitta katta yuza mana bu 2 ga 4 o'lchamda. Bitta katta yuza 8 ga teng, 8 birlikka teng. Bitta kichik 2 ga 2 mana bu yuzasi 4 ga teng. Ya'ni umumiy endi sirt yuzasi 14 kara 8, ya'ni 8 ta yuzadan 14 ta bor plus 14 ta bor yana 4 o'lchamdagi yuzadan. Mana bu kichkinachalardan 14 ta bor. Mana shuni hisob kitob qiladigan bo'lsak, javobi 168 birlikka teng bo'ladi. To'g'ri javob B variant. 18-savol. Suv idishning 4 dan 1 qismi suv bilan to'la. Agar idishga 40 litr suv quyilsa, idishning yarmi to'ladi. Idishning hajmi necha litr? Demak, keling, suv idish chizamiz. Mana suv idish. Hop. 4 dan 1 suv bilan to'la. Mana. Demak, idishni 4 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Demak, mana bu birinchi bo'lak, ikkinchi bo'lak, uchinchi bo'lak, to'rtinchi bo'lak. Mana 4 ta. 4 dan 1 da suv bor. Mana bu joyda suv bor. 4 dan 1 qismi. Mana ya'ni 4 ta bo'lakning bittasida suv bor. Unga idishga yana 40 litr suv quysak, quyapmiz 40 litr. Idishning yarmi to'ladi. Yarmi to'lishi uchun e'tibor bering. Mana bu joyga suv to'lishi kerak. Mana shunda demak 2 bo'lak mana. Mana shu qism suv bilan to'ladi. 2 bo'lak suv bilan to'lgan bo'ladi. Natijada idishning yarmi to'lgan bo'ladi. Bu nima demoqchi? Boshqacharoq qilib aytganda, mana bu har bir bo'lak 4 dan 1 qismga ega edi. Mana suv idishning 4 dan 1. Boshqacharoq qilib aytganda 40 litr suv, mana shu soq quyilayotgan 40 litr suv idishning 4 dan 1 ni to'ldirganda idishning yarmi to'layapti. Ya'ni idishning 4 dan 1 qismi, mana shu 4 dan 1 qismi 40 litrga teng bo'lyapti-da, boshqacharoq qilib tushunadigan bo'lsak. Demak, jami V hajm bo'ladigan bo'lsa, shuning 4 dan 1 40 litrga mos kelyapti. Endi V hajmni hisob kitob qiladigan bo'lsak, 4 ni 40 ga ko'paytirsak 160 litr chiqadi. Demak, to'g'ri javob D varianti. Keyingi 19-savol. Diagrammada maktab sinflari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Har bir sinfda 30 nafar o'quvchi sig'adi. Maktabga yana nechta qabul qilishi mumkin, deyapti. E'tibor bering. Mana bu birinchi sinfxonaga, mana birinchiga 20 ta o'quvchi bor ekan hozir. Lekin 30 nafar o'quvchi sig'dira oladi, deyapti. Demak, bunga yana nechta o'quvchi qo'sha olamiz mana bu joyiga? 20 dan 30 ni ayirsak 10 ta plus. Endi ikkinchi sinfxonaga e'tibor beramiz. 25 ta turibdi diagramma chizig'i. Ya'ni 25 ta o'quvchisi bor. Yana nechta o'quvchi sig'dira olamiz? Yana 5 ta sig'dira olamiz plus. Endi 3-sinfxonaga e'tibor beramiz. 20 ta turibdi. 30 ta o'quvchi sig'dira oladi. Demak, unga ham yana 10 ta o'quvchi bemalol sig'dirsa bo'ladi. Endi 4-sinfxonaga qaraymiz. 25 ta turibdi. Buni ham 25 ta o'quvchisi bor ekan. Unga yana 5 ta o'quvchi sig'adi. Plus 5-sinfxonaga ham xuddi shu 30 ta. Yo'q, bu to'lib turgan ekan. Demak, bunga sig'maydi 0 ta.
Plus 6-sinfxonaga qarang, 25 ta turibdi. 5 ta o'quvchi sig'adi, plus 5. Demak, umumiy sig'ishi mumkin bo'lgan o'quvchilar soni 15 15 30. 30 ga 0 ni qo'shsak 30 yana 5 ni qo'shsak 35 ta. Demak, o'quvchi yana qo'shimcha sinfxonalarga sig'ishi mumkin ekan. To'g'ri javob D variant.